Sport dünyasida tonilgan Rېgбى o'yinchisi Sunni Bill Williams Uyg'urlarga ھىسداشلىغىنى bildirdi. Arsenalning cho'lpini Mesut O'zildan keyin dunyoning eng kuchli Rېgбى o'yinchisi Sunni Bill Williams Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga qaratgan muomalasini aybladi. İslam dinini qabul qilgan Williams o'zining Twitter hisobida Xitoyning bayrog'ini tamsil qilgan bir qo'lning Sharq Turkistonni tamsil qilgan yana bir qo'lni qorlagan va u qo'ldan qonlar eqiyotgan bir rasm ambahrilanib tajovuzchi Xitoy hukumatiga noroziligini bildirdi. U afsus, iqtisodiy manfaat insondan qimmatli bo'lgan zamonda yashayapmiz dedi. Mesut O'zilmi Twitter hisobida Uyg'urlarni tilga olib, zulmga sukut qilganlarni ayblagan edi. Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan zulm siyosatiga norozilik bildirish maqsadida IXX insoniy yordam vaqfining o'rinlashtirishi va ko'plagan jamiyatlarning qo'llashi bilan Turkiyaning Bayburt shahrida namoyish o'tkazildi. Bayburt yangi jami oldida qo'zg'algan namoyishchilar Turk dunyosi bog'chisi kaycha Xitoyga qarshi inkas bildirib keldi. Shundaqla IXX jamiyatining Konyada o'rlashtirilgan namoyishda kent markazidagi Aloliddin to'piliga jam bo'lgan insonlar qo'llarida Turkiya va Sharq Turkiston bayroqlarini ko'tarib, Xitoyning Uyg'ur elida elib berayotgan siyosatiga norozilik bildirdi. Ummatning qiyinchiligini hal qilish uchun Morokkoda qurilgan yordam hay'ati Arab dunyosi va islomiy jamiyatlarni Xitoyning zulmiga uchrayotgan Uyg'ur musulmonlarga yordam berishga chaqirdi. Hay'atning yezikchi bayonotida Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlarga qarshi sodir qilgan jinoyatlari, haq va huquq dafsandichiligi, diniy va milliy kimligini tubdan yo'q qilish pozitsiyasining andishi bilan kuzatilayotganligi ta'kidlangan. Xitoy hukumatining Uyg'ur musulmonlarga qarshi elib berayotgan siyosatining irqiy qirg'inchilik deb atalgan bu bayonotida insoniy huquq tashkilotlari va xalqaro jamiyatlarning millionlagan Uyg'ur musulmonlarga qarshi ishlangan irqiy qirg'inchilik va sababsiz qamoq jazolarini to'xtatish uchun harakat qilish kerak ekanligini alohida ta'kidlagan. Shundaqla G'arbiy Afrika davlati Mo'ritaniyada Xitoyning Uyg'ur elida elib berayotgan huquq dafsandichilariga qarshi namoyish o'tkazdi. Onundan boshqa Bulg'ariston mufti yezikchi bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi musulmonlarga qarshi elib berayotgan assimilyatsiya, moddiy va ma'naviy zulmlarni ayblaymiz. Angliyada 6 yoshli qizning yangi yil tabrik bag'ida bayqalgan uchur, bag'aq ishlab chiqargan Xitoy davlatida Xitoy millatidan boshqa mahbuslarning majburiy emgakka qatnashtirilganligini isbotladi. Angliyaning janubiy Totik kentida yashaydigan Flores Videokomi do'kondan setib olgan yangi yil bag'aqlaridan birida tuvandagi so'zlarning yeziqliq ekanligini bayqaydi. Biz Shanxaydagi Chengpo turmusida majburiy emgakka qatnashtirilgan chet ellik mahbuslar. Bizga yordam beringlar va ahvolimizni insoniy huquq tashkilotlariga yetkazinglar. Shundaqla bag'aqdagi yozmada Xitoy turmalarida 2 yil yotgan Peter Hapri bilan aloqa o'rnatish kerak ekanligi ta'kidlangan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sual-so'roqsiz sud masalalarini tadqiq qiluvchi doklатчысы Agnes Kalamart, Saudiya Arabistonlik gazetchi Jamal Qoshiqchi da'vosidagi qarorga norozilik bildirib, o'lim farmonini chiqargan kishilarning rohat yurib, sual-so'roq va sudga tortilmagan va adolatga mos kelmagan bu qaror ayblanarli bir xato. Angliya Qoshiqchining o'limiga sababchi bo'lgan hamma kishilardan hisob ilinishini talab qilmoqda. Saudiya Arabistonning bosh sud mahkamasi İstanbuldagi konsulxonada o'ldirilgan gazetchi Jamal Qoshiqchi da'vosidagi 5 gumondorga o'lim, 3 gumondorga bo'lsa 24 yillik qamoq jazosi berdi.